Assalomu alaykum, kanalimizda hurmatli hamrohlar, bugungi rolikimizda Urganch. Endi Urganch shaharda ekan bo'ladi yo'llari. Shunda desangizlar, joyimiz Odinatordan yaqin. Odinatordan kirib kelsam bo'ladi. Yo'q desangizlar, Namboy ko'chadan kirib kelsangizlar ham bo'ladi. Joyimiz bir qavatli 150 kvadrat metrda joylashgan. Garajına ega. Dokumenti 100% taq, to'g'ri adlaringiz o'tadi. Bunda suv kirib turibdi, to'lqa svet bilan gaz qilgan. Bundan birisi уже ko'chib kelib gazdan o'tirib yashab o'tiribdilar. Vej zo'r hurmatli ochlar, internet ham tortibdilar. Vejimizga gap bo'lishi mumkin emas. Mestasi lokatsiyasi zo'r. Yomon emas, lokatsiya yaxshi, xudo xolasa. Nima deymiz? Bunday vejni olgan yaxshi. Bilasizlar, yildan yilga joy qimmatlab yotibdi. Fundamenti balandliklarini ko'raveringlar. Fundamentidan baland solingan. 5 qator so'qi yurgan. Podvollari bor, taxta polatilgan, отопление etilgan, monoto'lid 100% bitgan. Bir to'lqa vejlarni o'tirib kelib yashash kerak bu yerda. Shu kamchilik shu buni xudo xolasa. Garaj ham bor, garaj yerning ustunda, yerni teyinda emas hurmatli do'stlar. Bir like bosib turinglar, biz esa ichlar bilan bir danishishni boshlaymiz. Undan bir gap aytib o'tchakman. Agar kimdagi ko'chmas mulkini sotchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin, sotishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizda YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishlar mumkin. Asilkalarim YouTube ochganlar bu videoni kommentariyada tashlab boramiz. Girib podpisatsiya qilib qo'ysangiz, xohlasangiz Telegram, xohlasangiz Instagram. Qani, bismillah. Yana bizning dalon bo'ladi. Girganda rakonasi, yana sho'rchik, vodoprovodni sho'rchiki. Ben tarafimiz yana yani 1 milyon qishki ko'rsandik qo'ygan yer. Так, bende zal, spalni kuxnyasi, to'rda bog'a chiqqan o'ng eshigi, orqasidan bog'im bor, ben tarafından vanna tualeti bor. Bu dalonimizni yeni bo'yini o'lchasak. (936'ga 342 o'pish kvadratura 3206. Matematiklar ko'rib turadigan aytlarimiz taxta pol, devorlari shpaklovka, patologgacha, patologdan yana o'rtacha uzunligini tik ko'tdilar. Rakovina, arkasi kafel. Endi hozir garajni ochishni imkoni bo'lmadi, lekin aytib o'tamiz. Garajning eni shu zal bilan bir xil. Altı 2'ye 3'ü 21 o'pish kvadratura 1939. Garajdan shunday kvadraturasi. Patologlar o'rtacha uzunlik etilgan, elektr montaj, rozetka kulchatorlar qo'yilgan, aynalari akvaplastik nomadan etilgan. Bu bizning zal. Keyingi masalada yanımda bizning spalnyamiz 322'ye 358 o'pish kvadratura 1155. Berimizdan polnusu shpaklovkadan chiqqan, oyoqlari taxta pol, devorlari shpaklovka, rozetka kulchatorlar qo'yilgan. Elektrikasi, patolog teyneklarining hammasini shuning gafra o'tirilgan, hurmatli do'stlar. Podvol ham mayda juda narsa qo'ymoqqa bo'ladi. Yana bunda bizning kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham bunda santexnika, ya'ni issiq so'uq suv, famo, ya'ni kanalizatsiya. Rozetka kulchatorlar qo'yilgan, gazli kraninlari kelgan, отоплениесі o'tgan. Bu bizning kuxnyamiz, bedan podvol bor. Mana bunda bizning xudo xolasa spalnya bo'ladi. Endi o'ynagan bo'lsak, 323'e 401 o'pish kvadratura 1298. Berimiz ham 100% shpaklovkadan chiqqan. Oyoqlari taxta pol, devorlari shpaklovka, rozetka kulchatorlar qo'yilgan. Keyingi masalada yuvan tarafimizda yana bir koridorning yeri kichkina. Yan tarafimizda bizning bog' taraf, shaxsiy pishiradigan yeri. Bunda bir kladovka ketmagan yer ham bor ekan. Mana bir shaxsiy pishirib o'tiraverasizlar, xudo xolasa inshaalloh. Aldım bunu.
Keyingi meselede. Yine bunda bir tane vanna tuvalet, yani sanuzul, ayak tilleri kafil, divarları kafil, patoloka plastik, katılığı cayımızda, rakovinası, vannası, unitazı, yine bunda boiler, aynası köçeye karab düşken. Cayımıza gap buluşum kilemez onurmalar. Cay zor, hakikattan. Belli de su, svet, gazdan mamma yok. Bakça, mektep yanında transporttan mamma yok. Düşündese cayımız şehirde zor yerinde joylashgan. Adinator, o bir arka tarafı 4. mikrorayon bilesizler. Mektebi bakçası xırrikman 4'te. Tak что vecimize gap buluşum kilemez. Hem dese cayımız dokumenti 100% tak. Doğru adlarınızı öteden hürmetli Оформление. Nima deymiz, hurmatli tomoshabinlar, shu bilan bu uyimizda bag'ishlangan videolarimiz o'z nihoyasiga yetib boradir. Keyingi videolarda görüşünce deb qolamiz. Sog' bo'linglar, hamon bo'linglar. Kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomizni yoqqaningizdan shu like, kommentariy kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamiz boshlashimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videolarda sog'likda, hamonlikda görüşünce deb qolamiz. Sog' bo'linglar, hamon bo'linglar, hurmatli tomoshabinlar. Keyingi videolarda yaxshi kunlarda, yaxshi yillarda, yaxshi sabablar bilan uchrashguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, hamon bo'ling.